e'lon turganmishda. Qarasa, ota ona sotiladi deb yozilgan ekan. Hech kim e'lon bergan ekansizlar, ota ona sotiladi deb. Men otam ham yo'q, onam ham yo'q. Shu olmoqchi edim-da, shunga qanaqa qilsam bo'ladi? Pul yig'ib qo'ydim ozgina. Keling debdi. Men bir kambag'al bolaman, oddiygina uyim bor. Bitta o'zimda orzu qilganman ota-onam bo'lishini. Uydan chiqsam duo qiladigan, o'g'limni duo qiladigan, kelsam o'g'lim keladi duo qiladi, navaralarni o'ynaydigan bir ota-ona kerak. Shunaqa zo'rman. Pulim yig'ib qo'ydim. Shunga e'lon o'qigandan keyin rosa pul yig'dim. Lekin bunaqa katta uyga kirib qo'rqib ketdim. Men pulim yetadimi yo'qmi desa, siz bizni sotib olib bo'ldingiz. Biz necha yil farzand ko'rmadik. Bizga ota-onani deydigan farzand kerak. Shunga e'lon berdik. 6 yil bo'ldi shu e'lonni osganimizga, birinchi kun siz kelishsiz. Bu birinchi xaridorsiz. Biz siznikimiz degan ekanda.